Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida amonchilar o'zbek muhojirini urib o'ldirgan. Yurtdoshimizning jasadi qariyb 1 oydan beri Rossiyada qolmoqda. Lekin bu yerda bir kishi o'lib ketyapti. Ikkinchisi o'lim yoqasida yotibdi. Nimaga O'zbekiston himoya qilishga biron qadam qo'yilmaydi? Hurmatsizlik, qanchalik bu odamning sha'ni degandek bir nima qilish, inson huquqini poymol insoniy qadr-qimmati yo'qolganligini bu tasviri. Halok bo'lgan vatandoshimiz agar biron bir vazirning jiyani bo'lganda qanaqa reaksiya bo'lardi-ku, lekin oddiy ishchi muhojir bo'lganligi uchun qanaqa reaksiya bo'lyapti? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vaziyatni nazoratga olib, nota yo'llaganini aytadi. Biz nota yozdik deymiz. Notani mazmunini biz ko'rganmizmi, o'qiganmizmi? Notada balki yumshoq frazalar bilan balki aytilgandir. Afsuski, shunaqangi vatandoshlarimiz vafot etgan holatlari faqat og'ida ko'rganlarimiz ko'ryapmiz. Kunlikda bo'lib turgan munosabatlarchi? Agar ozgina bir savol bergan, nima asosida degan savol berib qo'ysa, amon tomonidan kaltaklanadi bular. Bironta advokatni jo'natish qiyinmidi? Jamoatchilik faollari, xususan deputat Alisher Qodirov migrantlardan Rossiyani zudlik bilan tark etishni so'radi. Qanchalik hozir Alisher Qodirovni bu da'vati, chaqirig'i kim qanaqa qabul qiladi qat'iy nazar, qaysidir ma'noda uni ham tushunsa bo'ladi. Men hozir talabalarimga aytaman, agar qarindoshinglar, tanishinglar, do'stlaringlar rejalashtirayotgan bo'lsa, hal bormasdan u yoqqa borishni o'zini tiyib biroz o'ylab ko'rsin. Ya'ni Alisher Qodirov kelinglar deyishning o'rniga mana bu yerda davlat buni tashkil qilaylik. Mana bu o'shani tashkil qilsak, ishlarni tashkil qilsak shu odamlar keladi deb aytganda bu boshqa gap edi. Hali bizda hukumat tushunish kerak-da, qaysi sohaga kirgan bo'lsa, o'sha ishni yaxshi qila olmayapti bo'lganligini tan olish kerak hukumat. Ha? Mana maktabni ko'ring, maktabda qanaqangi saviyasini pastligini. Mana u haligi kabinetda o'tirib gapirish osonda, lekin real odamlar bilan ishlagandan keyin bilinadi odamlarning saviyasi qanchalik darajada. U nafaqat rus tili, o'zbek tilida o'zini fikrini bildira olmayapti. Nega? O'sha maktabda juda ham yomon o'qigan. U yerdagi minglab yoki aytaylik millionlab raqamlar orqasida oddiy inson turganligini ko'zdan qochirmaslik kerak. Vaziyat yaxshilashadi degan bir tasavvurga yoki fantastik bir xom xayolga men ishonmayman. Turmada yotgan kishilarning hatto soni yo'qligi. Bu dahshat bu. Urush boshlangandan beri qancha fuqaromiz Ukrainada Rossiya tomonidan qatnashyapti. Minglab odamlar haqida gap ketyapti. Qancha fuqaromiz ana shu urush bo'lib turgan joylarda ishlayapti. Biz biror marta nima bilan chiqdikmi? Nota bilan chiqdikmi Rossiya tomoniga? Nega biz fuqarolarimizni urushda qatnashga jalb qilyapti degan savol bilan. Suhbatni YouTube'dagi sahifamizdan to'liq tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.